Japarov va Tashiyev masalasida hech kim aytmayotgan jihatlarni sodda qilib tushuntirib beraman. Ikki do'st nihoyat uchrashdi. Dam ol, sog'lig'ingga qara, tinch yashagin deya Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qamchibek Tashiyevni qabul qilganini ma'lum qilgan. Japarov ta'kidlashicha, Tashiyev na oqsoqollar, na ko'ksoqollar bilan gaplashmagan. Prezident xulosa qilganki, ayrimlar uning xabari bo'lmasdan qandaydir maxfiy reja asosida ish yuritgan. Xo'p, oqsoqollar va ko'ksoqollar kimlar? Bilamiz, oqsoqollar turkiy millatlarda urug'ning yoshi ulug' yetakchi insonlari hisoblangan azaldan. Ko'ksoqollar deb esa hali oqsoqollik darajasiga yetmagan odamlarni tasvirlamoqchi bo'ldi Japarov. Urug'chilik haligacha saqlanib qolganmi deb hayron bo'lishingiz mumkin. Ha, qirg'iz qardoshlarimizda haligacha urug'chilik munosabatlari bor va u oddiy maishiy hayotdan tortib katta siyosiy maydongacha ta'sirini o'tkazadi. Masalan, kecha Sadir Japarov Kabar nashriga bergan intervyusida men shimol va janubga bo'linishga yo'l qo'ymayman degan qat'iy fikrlarni bildirgan. Mana urug'lar siyosiy doiralargacha ta'sir qilishiga isbot. Ya'ni qirg'izlar azaldan o'z yetti pushtini yaxshi bilishadi va o'z urug'idan bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilishadi. Bu odatiy hayotda normal holat, lekin siyosatga bu aralashishi esa vaziyatni beqarorlashtirishi mumkin. Masalan, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun sobiq prezidentlardan biri So'ronbay Jeenbekov janubiy urug'lar vakili bo'lgan va uning davrida janubiy hududlardagi urug'lardan bo'lgan vakillar hokimiyatda ko'pchilikni tashkil etishgan. Yana bir sobiq prezident Almazbek Atambayev esa shimoliy elita vakili edi. Shimol deganda poytaxt Bishkek, Issiqko'l, Norin va Chuy viloyatlari nazarda tutiladi va mana shu hududlardan bo'lgan urug'lar vakillari siyosatda ham nisbatan kuchliroq bo'lishgan o'sha davrda. Bu nimaga olib keladi? Albatta, ichki bo'linishga olib kelishi mumkin. Qirg'iziston tarixida afsuski hozirgacha ko'p bor shunday bo'lgan. Japarov esa bunga chek qo'ymoqchi. Uning aytishicha, Japarov 2005-yilda siyosatga kirganida hukumat yarmi janubdan, yarmi shimoldan ekanini ko'rgan. Shu paytning o'zida agar prezident bo'lsa, bu kasallikni yo'qotishga va'da bergandi. Uning ta'kidlashicha, 2021-yildan buyon kadrlar rotatsiyasi olib borilmoqda. Akimlar, sudyalar va kuch tuzilmalari xodimlari almashtirilgan. Prezident fikricha 20-30 yil ichida bu bo'linish muammosi butunlay yo'qoladi. Tashiyev bilan bog'liq jarayonlarda ham aynan qaysidir urug'lar, ya'ni shimol yoki janub elitalari ikkilikni keltirib chiqarmoqchi bo'lishgan bo'lishi mumkin. Bundan esa Tashiyevni ham xabari bo'lmagan deyilmoqda. Lekin o'sha kuchlar maqsadiga erisha olmasligi uchun ham Tashiyev ishdan olingan. Qamchibek Tashiyev endi davlat lavozimida ishlamaydi. Biz do'st bo'lib qolamiz. Do'stim dam olsin va sog'lig'iga g'amxo'rlik qilsin. U o'z doirasini tozalasin va oqsoqollar hamda ko'ksoqollar deb ataladiganlardan qutulsin. Tergov hamma narsani aniqlaydi. Albatta, u hozir menga rahmat aytmaydi. U xafa bo'ladi. Lekin yillar o'tib u minnatdorchilik bildirib, "Do'stim, ma'lum bo'lishicha o'shanda to'g'ri ish qilgan ekansan" deydi degan Sadir Japarov. Bola paytimdan Qirg'iz Respublikasida ko'p bor bo'lganman. Janubiy hududlarda ham, shimoliy hududlarda ham. Aholining yashash tarzi, siyosiy vaziyatdan xabardor inson sifatida aytaman, Japarov davri Qirg'iz Respublikasi tarixidagi eng barqaror davr bo'lyapti. Qo'shning tinch, sen tinch deyishadi. Bu esa nafaqat Qirg'iz Respublikasi, balki butun mintaqa uchun muhim. Tahlillarimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, boshqalarga ham yuborib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Qirg'iz qardoshlarimiz ushbu kontentimizdagi qaysidir fikrlarga qo'shilmasligi mumkin, lekin xafa bo'lmasliklarini so'ragan bo'lardik. Shunchaki tashqaridan turib, ichkaridagi vaziyatni tahlil qilishga urindik. E'tiboringiz uchun rahmat.